Kamida taxminan 4,5 oy o'qidingiz, to'g'rimi? Ha. Xo'p, oldin IELTS topshirmagansiz. Umuman Umuman topshirmagansiz va IELTSni ham birinchi marta o'qitdingiz. Birinchi marta. Va adashmasam, siz bizga intermediate darajada kelganingiz, to'g'rimi? Ha, intermediate edi kelganimda. Zo'r, zo'r. Va 4 oyda, 4,5 oyda zo'r natija. Ya'ni overall 7, birinchi topshirishi o'zida va birinchi marta IELTS o'qishi o'zida overall 7 chiqardik. Xo'p. Endi qarang, savollar bor. Mana asosan o'z men bilan o'qidingiz. O'sha o'qish paytida mana homeworklar ko'p bo'ldi. Homeworklar ko'p bo'lgan paytda sizda o'qishdan charchash bo'ldi. IELTS yig'ishtirib yuborish degan narsa bo'ldimi? Ba'zan endi bosim bo'ladi, chunki ham universitetda o'qishi bilan ikkalasi qo'shilib ketib, lekin olib ketish kerak, chunki natijaga erishish uchun qattiq ishlash kerak. Xo'p, qarang. Kurs davomida biz listening reading practice qilayotgan paytimizda listening reading doim yuqori chiqardi. Yuqori chiqardi. Ya'ni 8, hatto readingdan biz 9 ham oldik. Ha. Lekin 9 da ham chiqdi. Nimaga imtihon paytida bunaqa 7 bo'lib qoldi? Bu shu asabiylik bo'ldi. Ya'ni hayajon, kuchli hayajon bo'ldi. O'sha listeningdan part 1dan boshlab hayajonlanib, o'sha o'tkazib yuborgan joylarim bo'ldi. Keyin o'sha menga ta'sir qilib boshim og'rib ketdi. Demak, bemalol agar o'sha hayajon yo'qotish hayajon bo'lmaganda bemalol biz 7,5 olgan bo'lardik. Lekin 7 bu juda zo'r natija, ayniqsa birinchi topshirishga bu juda ham zo'r natija va writing bu alohida mavzu va writing 7,5. Writing 7,5 bu juda ham zo'r chiqdi degani bu narsa. Chunki bilamiz, writing eng qiyin sektorlardan bittasi. Writing juda zo'r chiqqan. Hozir overall performance ham zo'r bo'lgan. Tabriklayman. Bundan keyin bundan ham yuqori natijalarni olishni tilab qolaman. Yana o'qish niyat bormi? Albatta, bitta o'sha olib bo'lgandan keyin yana ham ko'proq o'qishga harakat bo'lar ekan, shuni sezdim. Malades, zo'r. Tabriklaymiz. Rahmat, sizga ham kattakon rahmat bergan bilimlaringiz uchun. Salomat bo'ling.